Do'stlar, 595 ming so'm, 595 ming so'm, bulari donasi 750 ming so'mdan. Yakka spanni so'rayotgan obunachilarimizga arzon birinchi qo'l joyidan. Andijon tumani Nayman mahallasidan birinchi qo'l usta G'ayrat akani ishlab chiqarish sexidan video obzor bo'lyapti. Do'stlar, bu narxlar boshlang'ich to'lov yoki kredit emas. Shu mebellarda shu turish narxi bo'ladi. 4 xil fason, 4 xil narxi bo'lyapti. Mana bunaqa bagatiroqlari donasi 1 million 100 ming so'mdan mexanizmli bo'ladi, ichlari sondali bo'ladi. 750 ming so'm, 595 ming so'mlik mebellarimiz ham hammasi ichi ochiladi, ichi sondali bo'ladi. Va bundan tashqari xohlagan spannilarga manaqa tumbasidan ham qo'shib beraring desangiz, jo'natib yuborar ekan, rangini moslab. Bir dona tumba 200 ming so'm ekan. Xohlaganingizcha bor. Xullas do'stlar, ekrandagi nomerlarga telefon qila olasizlar. Telegram, WhatsApplari ham ishlayapti. Yangilik fasoni bor ekan, mana Chester, mana tugmalari ko'pgina, yumshoq, hamma yo'q zo'r qilingan. Buniki 1 million 150 ming so'mdan ekan, bir donasi. 1 million 150 ming, 1 million 100 ming, high-techlar 750 ming so'm. Oddiyroqlarimiz 595 ming so'mdan. Olinglar, maza qilinglar. Endi bu narxlarda ichida dastavka yo'q. Iloji boricha arzonroq shopir topib beradi. Hamma viloyatga jo'nata oladi. Yaqinroq Andijonga bo'lsa, mayli ichida qilib beraman yo'l ketasini deyapti. Xudo xolasa do'stlar, bemalol G'ayrat akamga aloqaga chiqa olasizlar. Mana shu nomer. Videomizga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz.